siz qaynonangizga qanaqa munosabatda bo'lsangiz, vaqtiki kelib kelinlaringizdan qaytadi. Siz bugun qaynonangizni jerkayotgan bo'lsangiz, siz bugun qaynonangizga beodoblik qilayotgan bo'lsangiz, erkalatib boqqan o'g'lingizni ayoli ertaga xuddi shu narsa bilan sizga javob qaytaradi. Chunki bu dunyo mana shunday, har doim qilingan har bir xato uchun javobgar qilib qo'yadi. U dunyoda bo'lmasa, u dunyoda javob beramiz. Shunday ekan, ertaga siz avaylab, asrab boqayotgan o'g'lingizni baxtli, saodatli bo'lishini xohlasangiz, unga yaxshi bir kelin olib uni rohatini ko'raman desangiz, o'zingiz qaynonangizga, qaynotangizga, oila a'zolaringizga yaxshi munosabatda bo'ling, shirin suxanlik bo'ling. Chunki eng oliy janoblik insonda yaxshi xulqligidadir. Vaziyatga to'g'ri baho bering. Turmush o'rtog'ingizni qo'lidan kelmaydigan narsani talab qilmang. Qaynonangizni oldida doim parvona bo'ling. Ularning duosini oling. Ular g'animatdir. Qancha kelinlarni ko'rdik, qaynonalari o'tib ketgandan keyin qadriga yetib duo qiladilar. Qaynonam borligida turmush o'rtog'im menga munosabati boshqacharoq edi, qaynonamdan keyin o'zgarib qoldi deb shikoyat qilgan qanchasini ko'ryapmiz. Shunday ekan, hozir siz hayot bo'lib turganda qaynonangizni, qaynotangizni duolarini oling.